Assalomu alaykum aziz obunachilarim, salomatmisizlar? Xo'p, bu o'zi asosiy bu video mahsulotimizni, ya'ni malhamimizni olganlar uchun, olmaganlar ham hozir buni YouTube ga qo'yapmiz. Siz meni YouTube da kuzatyapsiz. Shuning uchun sizlarga ham ozgina bo'lsa ham ma'lumot berib ketaman. Bu malhamimiz o'zimiz tayyorlaganmiz, 100% tabiiy hisoblanadi. Mana ichlarini ham ko'rib qo'yishingiz mumkin. Har bitta olganlarimizga o'zi bu video boryapti. Ozroq o'tkazish shart emas, ko'rib oling. Xo'p, 100% tabiiy malhamimiz bu qanaqa ishlatilinadi? Ertalab uyqudan turganingizda 500 ml tana haroratida bo'lgan suvni ichasiz. Uyqudan turgandan, hojatdan oldin, tahoratdan oldin, yuzingizni yuvishdan oldin, hammasidan oldin 500 ml suv ichasizda, bemalol keyin borib tahoratingizni oling, o'zingizga qarang, hammasi endi o'zi ichki ishlaringiz. Xo'p, deylik, yarim soat 40 minut kamida vaqt o'tdi. Yarim soat 40 minut vaqt o'tgandan keyin olasiz. Malhamimizni olasizda. Men sizga hozir bu yoqda bu bir insonga jo'nataman, shuning uchun teginib ko'rsatmayman. Olib, nihoyatday holatini, mana shu nihoyatday holatini olasizda. Chaynab yeysiz. Chaynab yeysiz. Chaynab yeganingizdan keyin oradan yana 40 minut yoki yarim soat o'tgandan keyin o'sha ovqat yeyishni boshlaysiz. Ovqat yeyishni boshlaysizda bemalol ovqatlanib ishlaringizni qilaverasiz. Yoki kimgadir agar ovqatdan keyin ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ovqatdan keyingi 1 soat yoki kamida 1 soat yoki 2 soat, 1,5 soat mobaynida bemalol xuddi aytganimdek nihoyatdayini yeyorasiz. Keyin agar og'rig'i borlar, ichki holatlarida masalan nimadir og'riq berayotgan bo'lsa, mana shu gemoroyda ichki analniy teshikda tepaga qarab, o'sha nima deymiz, qo'polroq qilib aytay, ko'tanga qarab to'g'ri ichak deyiladi. O'zi to'g'ri ichakda og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, anestezol degan svechcha olasizda, har kuni ertalab bir mahal qo'yasiz. Har kuni ertalab tahoratingizda oldingiz, buni yedingiz, shundan keyin bu ertalabki muolaja. Kechga kuni bilan yana sizga yana bitta narsani aytib ketay, kuni bilan kamida 2 litr suv ichasiz. Bu nimaga? Bu oddiy protsedura. Buni ko'pchilik bilmaydi. Bilsa ham qilgisi kelmaydi, lekin qiling mana shu narsani 100% qiling. Bu ichaklardagi shlaklar, organizm qon aylanish sistemasi, sahr hattoki butun tanaga o'zgarish beradi. Ana shu 10 kun, 15 kun ichida tanangizda o'zgarish his qilasiz. Ichingiz yaxshi kela boshlaydi daji. Mana ichi qotib yurganlar, kam ovqat yeb, hojatga borishga daji og'rib yurganlar. Ana shu aytayotgan suvni xuddi shu aytgan shaklimda ichasiz. Ertalabkisini aytib o'tdim. Kuni bilan 2 litr, 3 litr mobaynida ichib boraverasiz bemalol. Lekin iliq suv bo'lishi kerak. Yaxday emas, muzday emas. Hozirgi kunda havomiz isidi, muzday. Yana bitta narsani aytib ketmoqchiman shu orada. Yaxday suv ichsangiz, bu tanaga kirgandan keyin yana tana qizdirish uchun harakat qiladi-da, uni organizmga xuddi mana 36.6 temperaturaga olib borish uchun organizm yana harakat qiladi-da. Bu sizga salqinlik bermaydi hech qachon. Undan ko'ra o'sha suvni ichganingizda bir terlab sovsangiz, ana o'sha qayta sizga yaxshiroq bo'ladi. Soviysiz, to'g'risida. Bu narsani men o'rta o'zi neftemay gapiryapman, ya'ni bu mavzumizga to'g'ri kelmagan gap, lekin qilib o'ting. Meni ko'rib turgan bo'lsanglar, xo'p, kechki muolajamizga o'tamiz endi. Kechki muolajamizda margansovkani balki aytish mumkindir, mumkin emasdir. O'zbekistonda bor, vet aptekalarda ham topiladi. Margansovkani olasizda, yarim litrlik baklashga tayyorlab olasiz. 1 grammini parashok kukun shaklida bo'ladi. Yarim litr baklashga tayyorlab olasiz. Menimcha shu yerda yarim litr baklashga bordi. Uzatib yuboringlar-da. Hozir yarim litr baklashga brend reklama bo'lib qolmasin. Yarim litr baklashga tayyorlab olasizlar. Tayyorlab olgandan keyin to'q qizil shaklga keladi. Keyin buni ochroq qilish uchun nima qilasiz? Baklashgan og'zini sal bo'shatasizda. 3 litr ilig'idan issiqroq bo'lgan suvga, ya'ni
tog'oraga deymiz, endi ko'pchilikni shevada gapiryapman. Tog'orada yoki lagan, bizda lagan deyiladi. Laganga 3 litr suvni sovib olasiz. Sovigandan keyin xuddi shunday og'zini sal bo'shatib, ustidan quyasizda, haligi tog'orani ichidagi suv anaqa bo'lishi kerak. Och rozvoy shakliga keladi. Unga o'tirasizda 15-20 daqiqa vanna qilasiz. 15-20 daqiqa vanna qilib bo'lganingizdan keyin esa mana shu barmog'ingizni bir bug'unini, agar imkoni bo'lsa ko'proq, shuni tiqib xuddi o'sha vannadagi suvga yuvib yuborasiz. Yuvib yuborgandan keyin bu vanna tugagandan keyin 15-20 minutgacha vanna qilasiz. Tugagandan keyin esa vannani tugatib bo'ldingizda, keyin quritasiz, yaxshilab quritasiz. Yaxshilab quritgandan keyin yana shu giyohimizga, malhamimizga yuzlanamizda. Maygizdagi holati no'xatday bo'laversin. No'xatday holatini olasizda, bitta salafan, любой istalgan salafanni olamiz. Например, hozir menda oldimdan chiqib qo'ygani shu bo'ldi. Olasizda, mana shunday shaklda yoyib olasiz. Menimcha sizlarga ko'rinyapti. Mana shunday shaklda yoyib olasizda. Bu malhamimizdan olasiz, qo'lingizga olganingizdan keyin yalpoq qilasizda. No'xatdan kichikroq bo'lsa ham bo'ladi. Yalpoq qilib salafanga yopishtirasizda, anal chiqaruv teshikka yopishtirasiz. Salafanni olib tashlaysiz. Salafan qolib ketishi kerak emas. Agar sizda ichki gemoroy bo'ladigan bo'lsa, bitta moshday holatini olasizda, ichkariga tiqib yuborasiz. Bir bug'un, 2 bug'ungacha ichkariga tiqib yuborasizda, tashqariga ham xuddi men aytganimdek salafan bilan qo'yasiz. Ichkariga ham xuddi shunday moshdagina qilasizda, salafan bilan qo'yib, salafanni olib tashlaysiz. Mana salafanni olib tashlaysiz. Xo'p, olib tashadik. Xuddi shunday kechqurungi muolajamiz. Agar kimdadir qonash bo'layotgan bo'lsa, bunda sizga ko'p proktologlar aytmaydi, juda ko'pchilik aytmaydi, ko'pchilik aytishadi ham. Metiluratsil degan svecha bor. O'sha metiluratsil svechasini olasizda abedga bir mahal qilib qo'yasiz. Abedga uni qo'yasiz, ertalabki men aytdim va kechki holatini ham hammasini tushuntirdim. Yotishdan oldin esa yana xuddi shunday no'xatdayni olib yevorasiz chaynab. Orqasidan suv ichvorsangiz ham hech narsa qilmaydi. Hozirgi bugungi, ya'ni ma'lumotimiz yoki mana siz olgan odamlarga o'z bu video chiqarilgan mahsulotimizdan bu bitta kurs hisoblanadi. Yarimtasi esa bu mana bu yarimta kurs hisoblanadi, bir donasi. 2 donasi bitta kurs hisoblanadi. Mana o'zimizning brend, o'zimizdan anaqada boradi. Har xil odamni olmaylar. Har bitta imkon qadar, har bitta bemor bilan men o'zim gaplashishga harakat qilyapman maksimum. Shu videoni tagida ham nomerlarimizni qoldiramiz va videomizning boshida ham nomerimiz ketadi va Umr Chashmasi kanalimizga podpiska bosib qo'ying. Foydali ma'lumotlar juda ham ko'p. Bu asosiy katta videomiz birinchi marta YouTube'da gemoroyga davo topildi. Shifollohdan biz sababchi bo'lib qolganimizdan juda ham xursand bo'layapmiz. Ko'pchiligimizda bemalol o'zimni yuzim bilan olib chiqib mana sizlarga qo'yib beryapman. Juda ham yaxshi effekt olyapmiz. Siz o'ylagandan ko'ra ko'proq. Shuning uchun arziydi foydalanishga. Operatsiya haqida gapirayotgan bo'lsam, operatsiya qildirmang. Yaqin sifatida aytyapman. Olmang mayli mendan malham. Olishingiz ham kerak emas. Mendan sotib olish uchun o'tirmang. Prosta operatsiya qildirishdan oldin jamiki qanaqa yo'l bo'lsa hammasini qildirib ko'ring. Doktorlarda ayb yo'q. Doktor 40 yil operatsiya qilsa ham u inson adashishi mumkin. Hattoki men ham adashishim mumkin. Inson zoti dunyoda borki, hamma adashishi mumkin. Men degan professorim. Doktorning nazначенияsi asosida hamma narsani qilib ko'ring. Agar bo'lmasa, biz tabobat bo'yicha xizmatingizdamiz. Salomat bo'ling.